Maşallah canavar. Xo'p, assalomu alaykum o'zbek motlari YouTube kanal kuzatuvchilar. Akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugun biz Namangan O'chqurondamiz akalar. Mo'rdin akamni oldiga keldik. Mo'rdin akamdan xudo xolasa bugunga bitta yakka ot bor. Lakni bosib, adashga qilib tursalar akalar. Xudo xolasa otda ma'lumotni chiroyli qilib yetkazaman. Biz o'z videolarida kelgan joydan boricha sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Like bosib turinglar. Yaxshi tez ot izlaganlar bormi? Xudo xolasa. Endi otni bo'yini bilmayman. Endi o'rta bo'yli ot bir bo'ylarini ham so'raymiz, yoshlarini, zotini, ilchkalarini siz obunachilar adashmasliklaring uchun xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni so'rab bilib beraman akalar, xudo xolasa. Like bosib turinglar. Biz boshlaymiz. Mo'rdin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Fardin. Sog'liqlar yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Rahmat, zo'r. Siz yaxshimi aka? Rahmat, Allohga shukr. Mo'rdin aka, xudo xolasa bugunga yakka ot. Ha, yakka ot. Kilichkasidan boshlaylik buni ma'lumotini bir. Kilichkasi Montana. Montana. Shunday. Bo'ldi. Qaytaravering aka. Montanani yoshi nechida, bo'ylari necha chiqib qoladi aka? Yoshi 8 da Fardin. Aha. Bo'yi 1.60 urunga 1.60 ga olishaveradi. Jonivor, lekin yaxshi narsa ekan, ko'z tegmasin. Xo'p, aka, buni bo'ylari 1.63. Yedi ishti, sog'lomlari yaxshi. Ha, hamma yo'g'i sinovdan o'tgan, yeb ichishi zo'r. Aha. Hamma yo'g'i joy-joyida o'zi. Yeb ichishi zo'r. Yoshi 8 da. Yoshi 8 da. Buni zot haqida ma'lumotga egasizmi? Zoti danchak Fardin. Aha. Yana bir elga qo'yamiz. Aha. Bo'laveradi aka. Lekin jonivor ko'z tegmasin. Havas qildim, yaxshi narsa ekan, formali. Formalari ham zo'r. Qolgan ma'lumotlari o'zingizda-yu, lekin menga bir ko'rishga, ko'zga tashlanimni yaxshi ot ekan. Akalar, qiziqqanlar bo'lsa, kelinglar, yonidan ko'ringlar. Yaxshi otga o'xshayapti. Yana o'zlaring bilasizlar, tanlash imkoniyatlar o'zlaring qo'llaringda. Men majburlamayman ham, boshqa narsa ham qilmayman. Mo'rdin akamga kelib, otini bir syomka qilib berib, Mo'rdin akamda qanaqa ot borligini siz obunachilarga ko'rsatish mening maqsadim. Boshqa maqsad yo'q menda. Xo'p, kimgadir foydamiz tegishi aniqroq. Mo'rdin aka, buni yedi ishda uloqlari qanday? Fardin, bu bir oydan beri o'zimiz qo'limizda. Yedi ishda sinovlar o'tgan hamma yo'g'i. Uloqchi o'zimizni gashtag uloqlarda chop yuribmiz uka. Galaga kirishlari zo'r. Yakka ishlaydigan joyga yakka ishlaydi. Katta uloqlarda orqaga ishlaydi. Bo'ldi aka. Xullas, yedi ishsa uloqlari joyida. Ha, joyida, zo'r. Narxi aka buni? Narxi $3200, ozgina kam bor Fardin. 3200 kamchi ham shart emas bunga. Ha, 3200 ozgina kam bor. 3200 ozgina kami bor. Ha, kelishtirib beramiz. Qiziqqanlar aloqa chiqishorsinmi aka? Ha, aloqaga chiqsa Fardin kelishtirib beramiz. Aha, bo'ldi aka. Xudo xolasa akalar, qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqinglar Mo'rdin akamga. Chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazadi, bir ikkita qolib ketgan ma'lumotlarni siz kuzatib, qo'llab-quvvatlab turibsizlar, xudo xolasa. Ha, jonivor. Jonivor lekin yaxshi narsa ekan. Yaxshi yugurar ekan ham, yaxshi ketar ekan. Ko'z tegmasin.